119.900 dollarga Bo'stonliq tumanidan bunaqa lokatsiyada bu joyimiz sizga aniq yoqib qoladi. Manzarani qarang, manzaraga bitta like bosib qo'ying. Bu joyimiz Bo'stonliq tumani Dumaloq qishlog'i, Jo'rabek 42-uyda joylashgan. Bu yoq tomondan mana kelaverishinglar Toshkent shahardan kelish. Bu yoq tomon Bochkaga ketaverishimiz. Videoni qiziq joyiga keldik. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Bu uyimiz bino inshoti 2 qavatdan iborat, pishgan g'ishtdan qurilgan, fasadi 15x27, maydoni 4 sotur. Shu ko'cha boshidan bemalol betonka trassa Chorvoy yo'liga tushib borsanglar bo'ladi. Kommunikatsiyadan muammo yo'q, Wi-Fi gacham bor. Bu ko'rib turgan joylar zaxira maydon hisoblanadi. Mashina turishiga joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Fasadiga gap yo'q, video qizartirmoqsiz, qizartirib qo'ying. Darvozaxonamiz uzun, keng, 3-4 ta mashina bemalol sig'adi. Travertin tozasi qilingan, tomlari rossiyskiy tunaka bilan yopilgan. Bu yoq tarafimiz basseyn 12 ga 6, filtr mayorlikalar qilingan. Yozgi variantini ko'rsanglar bo'ladi video davomida. Devorimiz orqasida hojatxona, dushovoy. Bu yoq tarafimiz terrasamiz, xohlang perila qiling, xohlang panorama. Endi uyimizga chekiramiz. Bino inshootimiz 6 xonadan iborat. Bu qismimiz katta, shunaqa qo'l ekan. Pasi shunaqa kattalikda podvol qilingan ekan. Yangi yil yaqin egalar archalarni yasatib, sharlarni ilib qo'yibdi. Bu yog'imizda zalimiz. Pergorodkali pishgan g'ishtdan qilingan. Chap tarafimizda spalniyimiz. Yonida yana bitta spalniy. Atapleniyalar qilingan, issiq ekan. Egalarning aytishi bo'yicha umumiy sanuzelimiz tepli pol qilingan, xonalar yonma-yon. Bu yoqda bitta detskiyimiz, bolalar yotoqxonasi. Detskiydan oshxonaga o'tamiz. Bu yog'imizda oshxonamiz, shunaqa keng katta, kuxonniy mebellarni qo'yib, gaz plitalarni qo'yib, Toshkentni tomosha qilib ovqatni qanday pishirib qo'yganingizni bilmay qolasiz. Bu yoq burchaga ukoloklarni qo'ysiz, chiroyli bo'ladi. Oshxonamizni ko'rk qo'shiladi. Oshxonadan chiqib saunaga kiramiz. Saunamiz basseynlari bor, 2,5 ga 3,5, mayolika bilan filtr olib olsanglar bo'ldi. Bu joyimiz sauna uchun mo'ljallangan, joy qoldirilgan, ko'rinib turibdi. Oshxona bilan saunamiz tepli pol qilingan. 2-qavatga chiqamiz. Bu joyimiz egalari bilyardxona uchun moslashtirgan ekan. Ma'qul kelsa PlayStation yoki stol tennis qiling. Lekin bu joyi sizga ko'rsatmasam bo'lmaydi aniq. Manzarasini qarang, manzarasini chiroyliligini, joyi yaxshi joy, lokatsiya zo'r. Narxini aytib o'tganimdek 119.900 dollar Bo'stonliq uy bozor nomidan kelsanglar kelishtirib beriladi. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди.